Hamma Shvetsariya so'raydi, ammo vizasiz Shvetsariyaga kelsa ham bo'ladi. Bu tabiatni telefonlarning kamerasiga yetkazib bera olmaydi. Faqatgina buni ko'rish kerak. Sathidan anchagina balanda bo'lgan Balavit shalolasiga keldik. Rize shahrida joylashgan bo'lib, dengiz sathidan taxminimcha 2000 metr tepalikda joylashgan. Tog' toshlarga chiqayotganimizda yo'limizga ahamiyat berdik. Faqatgina shunaqa toshlardan iborat ekan. Keling endi suvning mazasini ko'ramiz. O'zim ham birinchi marta tushyapman. Yo'q, ikkita bo'ladigan ichimlik. O'zim. Olinglar. Manzarani ko'ryapsizlarmi? Rize shahriga xos bo'lgan tabiat. Ushbu yo'llari, ushbu manzaralari, ushbu qushlarning sayrasi juda ham yoqimli. Kelinglar, ko'ringlar. Marhabo deb qolamiz, nima deysiz?